Assalomu alaykum. Ushbu ko'rib turgan maydonlaring joylashgan hududi Namangan viloyati Mingbuloq tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 10 gektarli karta bo'lib, ushbu karta 38-kontur hisoblanadi. Ushbu konturda jami 62 ta fuqarolar biriktirilgan. Korporatsiya asosida ushbu qonun tarz maqsadlar yetishtirilmoqda. Lider tadbirkor sifatida Guliston dachasi firma xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha Jamoatchilik mikrokredit bank Buxo filiali tomonidan loyihalashtirilgan. Ushbu yerga kelib hozirda ko'riladigan bo'lsak, zamonaviy usulda qonun va tarz maqsadlarini ushbu holatda yetishtirilmoqda. Dastlabki ishlovlar berib bo'lingan. 30 kun, 35 kunda gektariga 45-50 tonna poliz mahsulotlar olish rejalashtirilgan. Ushbu daromadi 60 ta fuqaro o'rtasida teng taqsimlanish ko'zda tutilgan. Mana poliz mahsulotlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana salafa ostiga yetishtirilgan.